Shunchaki tasavvur ko'ring, sizda 100 ta qo'y bor, siz qo'y boqasiz va sizga har oy yoki har yili qancha daromad va qancha rasodli tushadi. Birinchi o'rin daromadni o'zini aytib ketaman. Bir yildan keyin sizga oqlab beradigan daromad yoki sizga foyda keltiradigan daromad 270 millionni tashkil qiladi. Sababi 100 ta qo'ydan hammasi ham sog'lom yoki tirik bola tug'maydi. Shu sababli bir 90 ta qo'zi beradi. Qo'zini har bahor 3 oylik paytida sut to'ydirib sotib oladigan bo'lsangiz, kamida 3 milliondan foyda keladi. 3 millionni 90 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz 270 million qoladi. Ana endi bularning rasodlar haqida gaplashadigan bo'lsak, 100 ta qo'y boqqandan keyin bo'ladi yaxshigina joy kerak bo'ladi, yemish masalasi ham katta muammo bo'ladi. Ko'proq sizga yaylov yerlik kerak bo'ladi. 10 gektardan 3 gektargacha bo'lgan yerda 100 ta qo'y boqolsangiz bo'ladi. 100 ta qo'yni yeb ichishi yoz oyida, bahor oyida, kuz oyining o'rtalarida sizga yaylov bo'lganligi uchun ancha arzonga tushadi. Qish oylarida esa haqiqatan ham ularga yem topish va boshpana topish muammo bo'ladi. 100 ta qo'y va uni bolalariga taxminan yiliga 30 millioncha rasxodingiz ketadi kamida. Va ularning dori-darmon veterinariya ishlariga rasxodlari 10 milliongacha boradi. Endi sog'lig'iga qarab, sizni boqishingizga qarab kamayishi mumkin bo'ladi. Taxminan 40 million xarajatingizni tashlaysiz. Bularning sog'lig'idagi muammosi, har miyasiga qurt tushishlari, bolalarning tug'ilgandagi o'lim holatlarini hisobga olgan holatda bulardan 40 million emas, 50 million ayirib tashlaydigan bo'lsak, 270 milliondan sizga yiliga 200 million hisob foydasi qoladi. Bu prosta tasavvur qilish uchun berilgan video, lekin bu fakt do'stlar. Qo'y boqadigan do'stingizni jo'natib qo'ying. Xudo xohlasa Alchorovaning eng katta maqsadlaridan biri bu 100 ta podagacha olib chiqish, balki undan ham xudo xohlasa oshirishimiz mumkin. 1000 tagacha maqsad boshlanishi 100 ta qo'y qilish, ya'ni 100 ta qo'y qilib yiliga shu aytganimizdek 200 million, 250 million daromad olish. Yildan yilga qo'ylar oshyapti, ko'ryapsizlar, shu sababli bizlar to'xtab qolish yo'q do'stlar. Sizlar bilan birgalikda qo'y boqamiz. Noldan boshlab qo'y boqishni boshlamoqchi bo'lsangiz, bizning kanalga obuna bo'lib qo'ying. Shunday qo'y qolgan boqishlarni, ratsionlarni keyingi videolarda chiqarib boramiz.